Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana biroz tanaffus qildik. Undan so'ng yana darslarimizni boshlashga kirishdik. Xo'p, ovozim bilan ekranimiz qanday ko'rinyapti? Shuni bir xabar qilib yuborsalaringiz. Xo'p. Mashallah, juda ham xursandmiz. Juda ko'pchilik qiziqish bildirib, hozir boshqacha tayyorgarlik ko'rishgan ekan, juda ham xursandmiz. Albatta zo'r holatda o'tishlikka harakat qilamiz. Ovozimiz tiniqmi? Zo'r, xo'p, yaxshi. Xo'p. Hozir bunday qilamiz. Birinchi o'rinda xo'p, yangi darsimizni o'tamiz. Birinchi za harfini, mahrajlarini ko'ramiz, sifatlarini ko'ramiz, yozilishdagi ifodalarni ko'ramiz. Undan so'ng za harfiga doir misollar, so'zlar bor. Uni birgalikda o'qiymiz. Men birinchi o'qib beraman. Undan keyin hammaga mikrofonni ochamiz. O'qishni xohlagan insonlar bemalol o'qiydi, bu yerda tekshirib, xato kamchiliklarni ko'ramiz. Hozir demak, hammamiz hozir eshituvchi bo'lamiz. Yangi dars o'tganimizdan keyin nima qilamiz? Hammaga gapirishlikka ruxsat beramiz. Xo'p, ovozimiz boryapti ekan. Xo'p, mabodo uzilib qolsa yana xabar qilasizlar. Demak, darsimizni boshladik. Xo'p, mana shu boshlayotgan darslarimizni xayrli, manfaatli bo'lishligini so'rab qolamiz. Xo'p. Demak, birinchi o'rinda za harfi. Xo'p. O'zi biz yuqorida bir nechta harflarni o'tib keldik. Oxirgi marta sin harfi hamda sod harflarini gaplashgan ekanmiz. Ularning mahraj sifatlarini va barcha holatlarini ko'rganmiz. Endi navbat za harfiga. Xo'p, o'zi aslida arab tilida 28 ta harf bo'lsa, 3 ta z tovushini beradigan harf mavjud. Ulardan bittasi mana bu ekraningizdagi za harfi. Yozilishi ham juda oson, talaffuzi ham juda oson. Xo'p, 3 ta z tovushini beradigan harf. Eng e'tiborli bo'ladigan jihatimiz shuki, agar siz 3 ta z'ni bir-biriga farqlay olmaysiz yoki talaffuzda bir-birini nima deydi, bir-biriga o'xshatib qo'yadigan bo'lsangiz, demak sizda juda katta muammo bor. Nimaga? Arab tili shunaqangi boy tilki, bitta harfni talaffuzi o'zgarishi bilan yangi harf hosil bo'lib qolishligi hech gap emas. Buni oldingi darslarimizda ham aytganmiz. Xuddi shu kabi 3 ta z harfi bo'lsa, ularni bir-birini farqiga albatta borishligimiz kerak. Demak, nima demoqchiman? Mahrajdan boshlaymiz. O'zi mahraj degan tushunchani hammamiz bilamiz. Harflarni talaffuz qilinadigan joy. Ya'ni mahraj so'zi o'zi arab tilida xaraja degan fe'l bor. Shundan olingan, arab tilidan ozroq xabar bor insonlar bo'lsa biladi. Xaraja degan chiqmoq degan. Harflarni talaffuz qilinadigan joyini, ya'ni qayerdan chiqadi? Lablarimiz, tishlarimiz, tillarimiz, halqum qayerdan chiqishligini bizga nima? Mahraj o'rgatadi. Xo'p, endi za harfining mahraji. Za harfining mahraji tilimizning uchini pastdagi oldi tishlarimiz bor-ku, o'shini ichki tomoniga tegishdan hosil bo'ladi. Yana qaytaraman, buni agar nima deydi, yaxshiroq mustahkam bo'lishligini xohlaganlar daftar tutib yozib ketsa juda ham foydali bo'ladi. Demak, qarang, za harfining mahraji tilimizning oldi qismini, tilimizning uchini pastdagi oldi tishlarimizni ichki tarafiga tegishdan, ya'ni jaydarcha tushuntiradigan bo'lsam, tilimizning uchini pastdagi tishimizning ichiga tegishdan, tishimizni o'ziga tegadi, ichki tomoniga tegadi. Tegishdan hosil bo'ladi. Bu mahraji. Endi buni sifatlari bor. Hozir yozilishligini ham ko'ramiz, so'zlarini ham bor, juda yaxshi holatda bo'ladi. Demak, sifatlarni bilib olaylik, eng muhim sifatlardan. Xo'p, za harfi jarang bilan chiqadi. Jarangli bo'lishligi, jarangsiz bo'lishligi nimaga bog'liq? Bu halqumning eng tubida joylashgan tovush paychalariga, un paychalariga bog'liq. Ya'ni agar biror bir harf jarangli bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan kelayotgan havo halqumning tubida joylashgan tovush paychalariga uriladi. Tovush paychalari o'zi ochilib, yopilib turadi-da. Urilgan natijasida jarang hosil bo'ladi. Mana shundan siz bilishingiz mumkinki, bu harf jarangli yoki jarangsiz. Keyingi sifati sirg'aluvchi sifati bor. Sirg'aluvchi sifat nima? O'sha harf, ya'ni za harfi sukunli kelganda ko'p muddat ushlab turasiz. Mana shu sirg'aluvchi. Ya'ni jaydarcha tushuntirsak shu. Xo'p. Undan keyingi sifatlari nima edi? Xo'p, undan keyingisi ingichkalik sifati bor. Ingichka o'zi nima degani? Istifola degani. Ingichka harflardan hisoblanadi za harfi. Asosiy sababi, ingichka bo'lishligining asosiy sababi
tilimizni orqa qismi yuqoriga ko'tarilmaydi hamda tilimizni ildiz qismi yo'g'onlashmaydi. Tamom. Shu bilan biz buni ingichka harf deymiz. Va shu qatorda ingichka harflarni tepasida fatha kelsa nima deysiz? A deb o'qiysiz. Za deb o'qiysiz. Xo'p, demak, mahraj sifatlari menimcha tushunarli bo'ldi. Ko'p cho'zishlikda xohlamayman. Chunki asosiy qismiga o'tishimiz kerak-da, so'zlarni o'qishlik, hammani eshitamiz. Xo'p, demak, hozir birinchi o'rinda yozuvdagi ifodasini ko'ramiz. Nima dedik? Za harfi yozuvda ikki xil ko'rinishga ega. Agar siz ro harfini yozishni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsangiz, tamom, sizda muammo yo'q. Nima ekan? Ro harfi bilan bir xil holatda yoziladi. Za harfi yozuvda nechta xil ko'rinishga ega? Ikki xil ko'rinishga ega. Bu nima degani? Alohida ko'rinishi bilan so'z boshidagi ko'rinishligi bir xil shaklda yoziladi. So'z o'rtasi bilan so'z oxirida kelishligi bir xil shaklda yoziladi. Va shu qatorda yozuvda ikki xil ko'rinishga ega bo'lgan harflar o'zidan keyingi harfga hech qachon ulanmaydi. Hech qachon, umuman ulanmaydi. Endi yozilishligini ko'ramiz. Birinchi holat qayerdagi holati? Yakka o'zi. Demak, yakka o'zi alohida mustaqil ko'ringanda mana bu holatda yozamiz. Mana bu holat. Hozir R harfi bo'ldi, ro harfi. Uni tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'yasiz. Va shu qatorda za harfi ham ro harfi ham daftarni chizig'ini pastiga tushadi. Tepasidan boshlanadi, pastiga mana bu holatda tushadi. Va tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'yasiz. Bu qaysi harf bo'ldi? Za harfini qayerdagi holati? Yakka o'zi yoki so'zni boshidagi holati mana shu holatda bo'ladi. Za harfi. Tushunarli, Xo'p. Hozir. Xo'p. Undan keyingi holati. Qayerda? Hozir buni aytdik. Mustaqil turishi hamda so'z boshida kelishligi shunaqa. Misol yozib ko'ramiz, so'zni boshida kelsin. Aytaylik, biz o'tgan harflardan bo'lsin, Hop, hozir. Misol uchun hop, zaynu deb ko'ramiz, Nun harfini o'tdikmi? O'tdik. Xullas mana bu ya harfini tepasidagi sukun belgisi, ozgina sukunimizni orasi to'silib qoldi. Xo'p, bo'yalib qoldi. Demak, zaynu degan so'zimiz. Bunda za harfi so'zni boshida kelyapti. Endi savol tug'ilishi mumkin ba'zi bir insonlarda. Nima uchun o'zidan keyingi harfga ulanmayapti desangiz, chunki buni qat'iy qoidasi borki, za harfi o'zidan keyingi harfga hech qachon ulanmaydi. U kim kelsa ham ulanmaydi. Tamom. Ayn keladimi, boshqa harf keladimi, ulanmaydi. Bu so'z boshida kelishligi. So'z o'rtasida hamda so'z oxirida kelishligi ham bir xil shakl. O'zidan oldingi harfga ulanganligi uchun mana bu ilmoq hosil qiladida, qo'lcha chiqaradida va mana bu shaklni yozasiz. Demak, yana qaytaraman. Bundoq ilmoq chiqarasiz hamda za harfini rni yozasiz, tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'yasiz. Bu za harfini qayerdagi holati? So'z o'rtasi hamda so'z oxirida kelishligi. Masalan, hop, muz deb ko'ramiz, mim harfini o'tdikmi-kin? Ha, o'tdik. Muz mana. Demak, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, za harfi qayerda kelyapti? So'zni oxirida kelyapti. So'zni o'rtasida kelsa ham shu holatda kelaveradi. Demak, za harfi o'zidan oldingi harflarga ulanish uchun tayyor turadi. Bemalol ulanaveradi, faqatgina o'zidan oldingi harf o'sha ulanishni qabul qilsa bo'ldi. Tamom, bu ham oson bo'ldi, ketdi. Demak, so'z oxirida kelishi ham, so'z o'rtasida kelishi ham shu shaklda bo'ladi. Za harfi yozuvda ikki xil ko'rinishda va mana shu shaklda. Yozuvda umuman muammo bo'lmasligi kerak, chunki juda ham oson. Endi asosiy qismga o'tamiz. Mahraj sifatlarini aytdik, Endi so'zlarga. Za harfiga doir misollar berganmiz. Demak, bu yerda misollarni men o'qib beraman, siz diqqat qilasiz. Hop, birinchisi ketdi. Za harfini tepasida fatha belgisi keladigan bo'lsa, fathasini a deb o'qiysiz. Masalan, birinchi so'zimiz za. Za. Yana qaytaraman, mahrajni aytdik. O'zbek tilidagi z harfiga o'xshashroq bo'ladi talaffuz jihatidan. Shuning uchun sizda ham muammo bo'lmaydi. Yana qaytaraman, o'zbek tilidagi z tovushiga nima? Yaqinroq. Shuning uchun muammo yo'q. So'zlarni eshitamiz.
za, zi, zu. Ha, mana bu joy zammali kelishligida ko'pchilikda bo'ladigan xato qarang. Agar zu degan so'zni talaffuz qilayotganingizda lablarni oldiga cho'chchaytirib talaffuz qiladigan bo'lsak xato bo'ladi. Nimaga? Chunki z harfini talaffuzda lablarimiz oldiga cho'chchaymaydi. Faqatgina zammani un o'qiyotganingizda cho'chchayishi mumkin xolos. Ya'ni zu birinchi zni aytib yuboring, og'iz lablar cho'chchaymagan holatda zni aytib yuborasiz, undan keyin oldiga cho'chchaytirib un aytasiz. Zu agar siz boshidan boshlab zu deb turib lablar cho'chchaytirib aytadigan bo'lsangiz, bu xato bo'ladi. Tushunarli-a? Xo'p, undan keyingisi az. Ha, mana bu joyda za harfini qanaqa sifatlari ketyapti? Sirg'alishlik sifati. Sukunlik kelganda nima dedik? Ko'p cho'zib turishimiz kerak. Agar siz buni az desiz xato bo'ladi yoki az deb turib tebratib qo'ysangiz, bu ham xato bo'ladi. To'g'ri o'qilishligi qanaqa? Az, iz. Oxirida yana ba'zi bir insonlarda ko'ramiz, zo'r boshlaydi, talaffuzni zo'r boshlaydi. Qarang. Iz deb turib oxirida tovush chiqarib yoki lablarni tishlar tilni qo'yib yorib turib qalqala sifatini hosil qilib qo'yadi. Bu ham xato. Qarang. Iz. Qarang, boshi zo'r ketdi, oxirida nima bo'lib qoldi? O'sha tamom, xato ketdi qoldi. Iz, uz. Mana shu narsalar xato. Tushunarli-a? Boshdan qaytaraman. Az, iz, uz, azru, izru, uzru, zaynabu, zaytu. Bu joyda ye harfi ham sirg'aladida, buni oldingi harflarimiz mavzuda ko'rganmiz. Zaytu, zanbaru, zanbaru. Mana shu holatda so'zlarni talaffuz qilishligimiz kerak ekan. Demak, xo'p, za harf haqida umumiy xulosa qilamiz. Hozir ba'zi bir insonlarimiz endi kechroq kelishida ularga ham bir umumiy xulosa qilib qo'yamiz. Mahraj sifatlarini aytamizda, keyin hozir hammaga imkon beramiz, bemalol so'zlarni talaffuz qilishlikni eshitib ko'ramiz sizlardan. Xo'p, za harfini mahraji qayerda edi? O'zi mahraj degan tushuncha nima? Harfni talaffuz qilinadigan joyi. Za harfini mahraji qayerda? Tilimizning uch qismini pastdagi oldi tishlarimizni ichki tarafiga tegishligi, ichki devoriga tegishligidan za harfi hosil bo'ladi. Tushunarli-a? Bu mahraji. Qanaqangi sifatlari bor ekan? Ingichka sifati bor ekan. Tepasida fatha kelsa nima qilasiz? A deb o'qishligingiz bor. Tilimizning orqasi ko'tarilib yo'g'on ketib qolmaydi. Bu ham xato bo'lib qoladi agar yo'g'on qilib qo'ysangiz, chunki zni boshqa xili bor, yo'g'on o'qiladigan. Shu bilan adashtirib qo'ymasligimiz kerak-a. Xo'p. Keyingisi ingichkadan keyin jarangli sifati bor. Jarangli sifatini ham aytdik-a. Jarang bilan jarang hosil qilib talaffuz qilinsa, bu o'sha tovush paychalari tebranib jarang hosil qiladigan bo'lsa, nima deymiz buni? Jarangli harf deymiz. Xo'p, undan keyingisi nima dedik? Sukunli kelganda ko'proq muddat ushlab turamiz, cho'zib turamiz. Buni nima deyardik? Sirg'aluvchi sifat. Umumiy holatda mahraj sifatlari mana shu holatda bo'ladi. Ularni yuqorida aytganimdek daftar tutib yozib ketadigan bo'lsangiz, sizdan zo'r natija kutsa bo'ladi. Chunki talab ilmlar o'zi nima bo'lish kerak? Daftar ruchka bilan yurish kerak-da. Nimaiki qoidani bildi, nimaiki qoidani eshitdi, o'rgandi, xato kamchilik yoki bir yangi xabar, yangi ma'lumot bildimni yozib ketish kerak. Mana shunda talab ilm bo'ladi. Va o'rganayotgan ilmi ham yoki o'rganayotgan chet tili bo'ladimi yoki boshqa bilim bo'ladimi, shunda foyda beradi. Bir tadqiqotni ko'rib qoldim, tadqiqot o'tkazishgan ekan. Unga ko'ra biror bir ilm o'rganadigan bo'lsangiz, masalan, hozir dars o'rganyapmiz, arab tilidagi mana shu za harfini ko'ryapmiz. Shu darsni ko'rgandan keyin 1 soat o'tgandan keyin insonni qabul qilgan o'sha ma'lumotlarning 90% chiqib ketar ekan. Ya'ni 90% esdan chiqib ketib qolar ekan. Endi buni qanday qilib tiklash kerak? Takrorlash orqali. Shuning uchun takrorlash bu bilimlarni mustahkamlaydi, bilimlarni onasi deb turib bekorga aytishmagan. Albatta bularni yozib ketamiz. Endi sizlarga ruxsat beramiz. Hozir mana bu za harflarini, so'zlarini, talaffuzini eshitib ko'ramiz. Hop, hozir yoqaman mikrofonni.
Xo'p, Muhammad Umar mikrofonini qo'l ko'taryapti ekan. Bintu Rasuljon ekanmi? Bintu Rasuljon aloqadamisiz? Yo'q, yo'q, bosib ketibdi. Uzr. Hop. Be simple degan ekan bu. Ingliz tilida simple degani oddiy degan tarjima qilinadi. Be simple degani oddiy bo'l degani nima degani bu? Solihan degan profilni ham yoqdik. Xo'p, marhamat, qani kim bizga za harfini so'zlarni o'qib beradi? Qani biz xato kamchiliklarni ko'ramiz. Bu zo'r imkoniyat bo'ladi. Mana boshqalarni ham yo'qyapmiz, faqatgina navbat bilan bir-birimizni navbatimizga qarab boshlaymiz. Xo'p. Be simple degan insondan eshitamiz, undan keyin Solihan degan profildagi odamdan eshitamiz. Xo'p, tayyormizmi? Ha, ustoz. Xo'p, eshitamiz qani. Solihan o'qiydi. Ha, meni ovozim hammaga yaxshi bo'lyaptimi hozir? Ha, ustoz o'qiyapman. Xo'p. Zi, zu, iz, iz. To'xtang. Sizda muammo, birinchi muammoyimiz qisqa unlisini, ya'ni ni talaffuz qilayotganda sizda og'iz kattaroq ochilmayapti. Endi kattaroq ochilish degani juda ham yuqori katta ochilib ketish kerak emas, lekin ga tomon yaqinlashib qolmasin. Bemalol ochavering. Az. Yo'q, yana ozgina. Ez, iz, uz, ezru, izru, uzru, Zeynep, Mana shuni vaqfmasdan o'qiysiz, vaqfmasdan o'qing. Zeynebu, Zeytu, Hop. Zenberu. Zo'r, yaxshi, talaffuz yaxshi. Sifatlarga ham o'sha e'tibor qilib talaffuz qilyapsiz. Xo'p, zo'r. Xo'p, bundan keyingisi kim edi? Solihan degan profilda egasi. Aloqadamisiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Marhamat. Ustoz o'qiraymi? Ha, marhamat, eshitamiz. Za, zi, zu, az, iz. Yo'q, to'xtang. Ha, mana sizdagi xatolardan az deb turib nima qilyapmiz? Tebratib qo'yapmiz. Az deb qo'ysak xato. Qarang. Az deb turib zni talaffuzini boshlaganingizda az deb turib tilimizning uchini pastdagi tishlarimizga tekkizyapmiz. Oxirigacha mana shu holat saqlanib qolsin. Agar siz og'izni ochib yuboradigan bo'lsangiz, ya'ni tilni qo'yib yuboradigan bo'lsangiz, tebranib qoladi. Shuning uchun nima qilish kerak? Balandroq ovozdan boshlab, pastroq ovozda tugatish kerak. Az. Yo'q. Yana tebranib qolyapti. Iz. Yo'q. Az, iz. Yana ustoz? Hop, qani davom etaveringchi. Az, iz, uz, azru. Hop, sirg'altirish kerak uni. Sirg'altirish kerak, ya. Azru. Hop. Izru. Bo'lyaptimi? Ha, yaxshi o'zgarish bor. Zaynabu. Hop. Zaytu. Zaytu, hop. Oxirgisi nima ekan? Zanbaru. Zanbaru. Yaxshi, zo'r. Talaffuz yaxshi. Faqatgina hozirgi aytganimizdek sifatlarga e'tibor qilib qo'yasiz. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p, demak, qaranglar, bu sifatlarni muhimligini nima uchun ko'p eslatyapman? Yana eslataman. Bu sifatlarni agar bilmaydigan bo'lsak, harflarni bir-biridan farqlay olmaymiz. Sababi nima?
ba'zi harflar borki, ularni mahraji bitta. Masalan, ta bilan to harfi, sin bilan sof harfi biz o'tgan mavzulardan, ularni mahraji bitta, ya'ni onasi bitta, lekin ularni biz sifatlarda farqlaymiz. Misol uchun Hasan Husanni ko'rsangiz, bitta onadan dunyoga kelgan, ya'ni ularni mahraji bitta, hosil bo'lish joyi bitta. Xuddi shunday harflarni ham ba'zilarini hosil bo'lish joyi bitta bo'ladi, lekin ularni sifatlaridan farqlashimiz kerak. Agar sifatlarni e'tibor qilmasangiz yoki yaxshiroq o'zlashtirmasak, yuqorida aytganimdek ma'nolar o'zgarib ketib qoladi. Misol uchun alamun degan so'z bor, a bilan o'qiladi. Alifni tepasida fathasi bor. Alamun hamza bilan. Alamun degani nima degani? Og'riq degan. Insonda masalan qo'lingiz og'rib qolsa, oyog'ingiz og'rib qolsa, og'riq degan so'zni arab tilida alamun deyiladi. Agar siz buni ayn harfi bilan alamun desangiz, bayroq degan ma'no. O'zbekiston bayrog'i bor-ku, shunaqa ma'no kelib chiqadi. Misol uchun bitta matn o'qiyapsiz, tasavvur qiling. Matnda O'zbekistonning bayrog'i aytaylik 3 xil rangda yoki 4 xil rangda degan matnda alamun degan ayn harfi bilan yoziladigan so'z bor. Siz uni agar alamun deb qo'ysangiz, og'riq degan ma'no chiqib qoladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun mahrajlarda sifatlarning o'rni juda ham katta. Albatta mana shularga e'tibor qilib qo'yishligimiz kerak.